Shuhrat nima gap? Ko'z qizarib ketibdi. Aga kechasi bilan 3 gacha futbol ko'rinmanda. Boshidan oxirigacha. 90 minut ko'rdim. Yaxshi ekstra time bo'lmadi. Siz ko'rdingizmi o'zi? Yo'q, men anchadan beri kechqurun futbol ko'rmayman. Ertalab turaman. YouTube'ga kirib obzorni ko'raman, bo'ldi. 10 minut. Normal yetadi. Nega futbolni 90 daqiqa ko'rish endi qiziq emas? Nega odamlar 8 daqiqalik tahlilni ko'rishni afzal ko'rishmoqda? Buni o'ziga yarasha sabablari bor. Keling, bularni bugun birga ko'rib chiqamiz. Shuhrat, kanalga like bosib, obuna bo'lib qo'ying, biz esa boshladik. Highlights, ya'ni tahlil. Tan olish kerak, 90 daqiqa futbol degani 90 daqiqa qiziqarli o'yin bo'ladi degani emas. O'rtacha har bir o'yinda 20-30 daqiqacha rostdan ham o'yin yonadi. Hujum, zarbalar, offside, golli vaziyatlar va hokazo. Qolgani to'p nazorati, orqaga pas, zerikarli epizodlar. Endi tahlilni olamiz. 8 daqiqa ichida faqat gollar, faqat xatolar, faqat kuchli zarbalar. Hech qanaqa pauza, out, var, jarohatlar yo'q. Ko'ngilga tez yetib boradi, emotsiya ham tez keladi. Bu futbol yomonlashyapti degani emas, shunchaki odamlarning qiziqishi o'zgarmoqda. Bugungi kunda TikTok, Shorts, Reelslar ham bor. Hammamiz qisqa, lo'nda, dinamik narsa kutamiz. 90 daqiqa esa bu deyarli film. Film bo'lsa ham ssenariysiz film. Ortiqcha o'yinlar. Ammo masala faqat zerikishda emas. Masala futbol o'yinlari juda ham ko'p. Misol oldin, yakshanba kuni liga, seshanba kuni Chempionlar Ligasi edi. Hozircha dushanba liga yoki qoldirilgan o'yinlar. Seshanba Chempionlar Ligasi. Chorshanba Chempionlar Ligasi ikkinchi kun. Payshanba Yevropa Ligasi. Juma kubok yoki terma jamoalar payti bo'lsa, terma jamoalar o'yini. Shanba va yakshanba esa to'la o'yinlar, APL, La Liga, Serie A va hokazo. Hatto eng ashaddiy muxlislar ham hammasini ko'rib ulgura olishmayapti. Yaxshi kunlarda xursand bo'lishga, yomon kunlarda xafa bo'lishga ko'proq vaqtim bo'lishini istardim. Biroq endi menda o'yindan keyin yana o'yin bor. Bu mavsumdan Chempionlar Ligasida ko'proq o'yinlar bo'ladi. Yana qo'shimcha turnirlar. Yiliga 365 kun hech narsa o'zgarmaydi. Juda ham ko'p o'yinlar, deydi Manchester City bosh murabbiyi Pep Guardiola. Futbolchilar charchiydi, muxlislar ham to'yib ketadi. Futbol bu bayram bo'lishi kerak. Hozir esa bu navbatdagi o'yin. Emotsiyalar yo'qolmoqda. Vaholanki qiziqish ham shunday. Oxirgi video chiqqaniga deyarli 2 oy bo'libdi. Qatga yo'qolib qolding deyishinglar mumkin. Men hali ham YouTube'da borman, faqat Setanta Sports O'zbekiston kompaniyasi bilan ishlayotganim uchun ularning YouTube kanaliga videolar ko'proq chiqyapti. O'sha sizlar bilgan top 5, top 10, har xil boshqa rubrikalar Setanta Sports O'zbekiston kanalida bor. O'tib obuna bo'lib qo'ysanglar bo'ladi. Bu kanalda ham videolar bo'lib o'tadi, endi sal boshqacha formatda, lekin futbolga oid. Shuning uchun ikkita kanalga ham obuna bo'lib qo'ysanglar, xursand bo'lardim. Men hali ham YouTube'daman. Tomoshabin o'zgargan. Zamonaviy yoshlar bu zoomerlar avlodi. Ular uchun 90 daqiqa bu abadiy tuyuladi. Hatto seriallar ham ularga uzun bo'lib tuyulmoqda. Barselona sobiq himoyachisi Gerard Pique futbolchilik faoliyatini yakunlagandan keyin shunday degan: "Futbol kelajakni ham o'ylash kerak. Yangi avlod bunchalik uzoq e'tibor qila olmaydi. 90 daqiqa hozirgi avlod uchun ko'p. 1 soat, ya'ni 60 daqiqa ham yetadi." Pique jahon chempioni, Chempionlar Ligasi g'olibi va u ham tushunmoqda futbol eskirib borayotganini. Misol qilib Kings Ligani qarang. Qisqa format, qoidalar yangilangan, darhol penaltilarga chiqadigan epizodlar, yoshlar uchun qiziqarli futbol. Ha, bu shou, lekin hozirgi muxlislar aynan futboldan shou kutishmoqda. Futbol tarixiy va buyuk o'yin, lekin bugungi tomoshabin boshqa. Bugungi dunyo tez, e'tibor qisqa, kontent esa juda ko'p. Futbol o'yinlari soni juda ham ko'p. Agar qiziqishni o'sha darajada saqlab qolmoqchi bo'lsa, menimcha hozirgi zamonga moslashishi kerak. Misol siz 90 daqiqa futbol ko'rasizmi yoki ertalab turib tahlilini ko'rib qo'yganingiz yaxshimi? Izohlarda fikringizni kutib qolaman. Agar video yoqqan bo'lsa, like bosib, kanalga obuna bo'lish esdan chiqmasin. Sizlar bilan Shuhrat bo'ldi. Keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr. Fokus otdim sizga. Qo'yizdan. Bo'ldi, 100 topdim.